Avvalambor assalomu alaykum. Mani farzandim, qizim Nozanixa Omaraliyeva mana shu IT shaharchada ingliz tili yo'nalishi bo'yicha tahsil oladi. Men bu yerda turgan mana sharoitlarda yaratilgan yoshlarimiz uchun ko'rib haqiqatda yana ham quvondim. Sababi bu ta'lim sohasida, sport sohasida yurtimizda mana bu prezidentimiz tomonidan berilayotgan e'tibor va g'amxo'rliklar, ajratilayotgan mablag'lar bu albatta tahsinga sazovor. Bular shunchalik bugun xursand bo'ldik, kelib oz bo'lsa ham mana shu tashakkurnomalar bildirdi. Biz ham o'z navbatda shu yerdagi ishchi xodimlarga, ustozlarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Shunchalik e'tibor qilib, o'qitib, vaqtlarini ajratib, ayamasdan va bu narsa bizni farzandlarimizni yangi hayotga qo'yayotgan nima deydi, birinchi qadam debochasi deb o'ylayman. Xudo xolisa bular ham yurtimizga kelajakda yaxshi o'qib, vatanga, ota-onasiga, mahalla ko'yiga xizmat qiladigan buyuk insonlar bo'lib, shu yurtimiz bayrog'ini yuqori ko'tarib yuradi degan umiddamiz. Sharoitlar albatta yoqdi, mana bu chiroyli xonalar, yaratilgan sharoitlar, issiqligi hammasi toza, ozoda, pokiza. Shu yerda rahbariyatidan toki mana farroshlargacha men o'z minnatdorchiligimni bildiraman.